Bu videoda biz siz bilan ozgina tanishib olamiz. Qisqacha storytelling bo'ladi, marketing kirish qilamiz. Va eng zo'r joyi uyga vazifa sifatida sizga kinolar beramiz. Kino ko'rasiz uyga vazifa sifatida. Mazam birinchi darsdan. O'zim haqimda qisqacha aytib bersam. 2002-yil Namangan viloyat Pop tuman Chodiq qishlog'ida tug'ildim. Oddiy qishloq bo'laman. Uyimizdagilar pulga juda ham qattiq turishar edi. Kichkinaligimizdan oyim juda ham kamdan kam holatlarda pul berardilar. Lekin men sinfdoshlarim ko'pi boy odamlarning bolasi edi. Ular xohlaganicha pul sarflaydi va xohlagan narsasini olib yeya olardi, xohlagan narsasini kiyib hayda olardi. Shunaqa. Lekin men ham rosa o'zim pulim bo'lishini xohlardim. Shuni hisobiga mana shu nimadan pul qilish mumkin bo'lsa, halol yo'l bilan qilib ko'rardim. Nimadan pul qilish mumkin, nimadan pul qilish mumkin. Ba'zilarini betiga yozib keldim men, hattoki hozirmasiga o'qib beraman. Baliq tutib sotib ko'rardim. Daryodan, soydan baliq tutib sotib ko'rardim. Shisha idishlarni to'plab, uni ham sotib ko'rardim. Tovuqlarni boqib, ularni ham sotib ko'rardim. Tog'dan tabiiy giyohlarni terardim-da, giyoh oladiganligi ularga yetkazib berib, ularni sotardim. Chunki Chodagi bilasizlar, tog'li zona, tog'ga chiqib sotib ko'rardim. Tog'dan hattoki o'tini ham yig'ib kelib sotib ko'rgan ekanman. Bu narsani ham qilib ko'rgan ekanman. G'ishtni ham qo'yib ko'rgan ekanman. Ko'chatlar sotib ko'rgan ekanman. Issiqxona ham qurib ko'rgan ekanman. Bitta buni hammasini sekin eslayman. Sirk oldida pista, suv, mayda-chuydalar, kireshki shunaqa narsalarni sotib ko'rgan ekanman. Bu kichkinaligimda bo'layotgan ishlardan ba'zilari. Shu narsalarni qilib ko'rgan ekanman. Shu orqali men o'zimga pul yig'ardim. O'zimga sarflashim uchun. Shunaqa. Shu narsa bu o'zi to'g'rimi? To'g'ri bo'lganmi shu ish desa, men bu ishlarni bo'lganiga hozir rosa ham xursandman. O'sha payt oyim pul bermaganlari, men o'zimga pul qidirganim. Bu zo'r challenge'lar bo'lgan. Men o'zim uchun hozir bu narsa menga yordam beradi. Hozir bu narsa menga sotuvchilikda yordam beradi. Hozir bu narsa men marketing kirganda yordam beradi. Bu challenge'larni boshimdan o'tkazishim, misol uchun olasizmi degan paytingizda yo'q deb rad javoblarni olinishi va sotuvni o'rgangan paytimda instrumentlarni bu ikkalasi birlashgan. Birlashib bu menga juda katta foyda olib bergan. Shunaqa. Shundan keyin men 8-sinfda ingliz tiliga qiziqdim. Sekin ingliz tiliga borish boshladim. Undan keyin 9-sinfni bitirib, sразу litseyga ketdik. 10-11 litseyda o'qidik. Birinchi, ikkinchi kurs u yoqda Namangan shahrida Do'stlik akademik litseyda o'qidim. Shaharda kursga borardik u yoqda ham ingliz tili tomonidan. Ingliz tilini o'rganardik, keyin universitetga kirdik. Xalqaro universitet. Ozgina muddat o'qidik, keyin men u universitetni tashlab ketishga qaror qildim. U yoqni tashlab, marketingni o'rganib, kurslarni o'qib, o'rganib, kursdan ketadigan bo'ldim. Ustoz shogird bo'lib. Shunaqa. Tashladik, universitetda ham kurslarni o'qish boshladik. Kurslar bir-biriga ulanishni boshladi. 2021-yil o'sha 2021-yil boshida birinchi ishimizni topgan edik. Bu Najot ta'lim bizga yo'naltirilgan Mountain Branding agentsiyasiga yo'naltirilgan edi. Undan keyin loyihalarga o'tib, shu joyga yetib keldik hozir. Shunaqa. Oxirgi 5 yilda umrimiz marketingda o'tdi. 100 dan oshiq loyihalar ko'rdik. Ustozlar 35 dan ortiq kurslar tugatib chiqdik. Endi mana shu videolar orqali sizlarga marketingning pasti balandi, mana shu 5 yilda nimalarni ko'rdik, nimalarni o'rgandik, bularni mana shu YouTube kanalimizda bo'lishib bormoqchiman siz bilan. Bugun ba'zi ustozlarim bilan sizlarga maqtanib qo'yayman. Birinchi o'qigan joyim Najot ta'limda Abduvosiq akamda o'qiganman. Ustoz Abduvosiq aka. Bu meni Abduvosiq akam eng zo'r uchragan ustozlarimdan bittalar. O'zi hamma ustozlar eng zo'rlari. Bu eng zo'rlarining ichida ham zo'rlaridan. Shunaqa. Undan keyin University of London Business School bu bor. Ularda marketing bo'yicha fundamental kurslar, branding bo'yicha kurslar bo'ldi. Undan keyin kurslar bir-biriga ulanib ketish boshladi. Ko'p yo'nalishlarga qiziqqanim uchun voy bu nima ekan deb kirib ko'rardim. Targetingni o'rganib ko'rgan edim. Haydok Sharapovda to'liq tugatib ko'rgan edik. Copywriting nima ekan deb qiziqib ko'rgan edim. Kitoblar o'qib, kurslar o'qib, Jim Edwardslar, Russell Brunson bularni hayotga o'rgatgandilar bu odamlarni. Keyin Alisher Rustamov sotuv bo'yicha ustozlar borlar va meni eng topoviy ustozlarimdan Sarvar akam Zayniddinov. Bular bilan ularda o'qidik. 1 yil 8 oy Sarvar akam bilan ishladik. Hozirgacha gaplashib turamiz. Keyingisi bu O'zbekistondagi eng ko'p biznes egalarining ustozi Sherzaki Tursunov bo'ladi. Shohida Ibragimova moliya bo'yicha ustozimiz, Farhod aka Kamilov, Nader Tavassali London Business School'dagi ustozimiz, Kristo bor dizayn bo'yicha, Kristo The Future Agency'ning rahbari tanisanglar. Bu ba'zi ustozlarimiz edi. Endi ba'zi ishlagan loyihalarimizni aytib o'taman. Men sizga hozirgi paytda
hozirda ham ishlaymiz. Falaq nashrida marketing bo'yicha ishlaymiz. Kitoblar bo'yicha eshitgan bo'lsanglar, Binafsha Shu'lasi kitobini yaqinda zaxuslari bo'ldi. Hozirda O'zbekistondagi eng top kitoblardan bo'lib turibdi. Xudoga shukr. Strawberry House, Pro Sales, HBS, PCG, Ibrahim Gulamov. Ko'p loyihalar ishlab ko'rdik. Pro Sales o'zida ham Sarvar akam bilan. Marketingga qisqacha kirish qilib ko'rsak, lekin undan oldin miyamizdagi bloklarni yechib olishimiz kerak bo'ladi. Miya bloklarini yechish, ong osti bezlarini faollashtiramiz dedilar Alisher Kirstanov ustozimiz. Hazırlash, biz sizni miyangizni ochamiz deb. Yo'q, bu bunaqa narsa emas. Bu bizni nimadir yangi narsa o'rganishimizda to'siq bo'lib turadigan narsalar bo'ladi. Biz o'shalarni yechib olamiz. Nima to'siq bo'lib turishi mumkin deydigan bo'lsak, hamma videomizni ko'rishdan oldin, любой darsni boshlashdan oldin sizga 3 ta tavsiya. Menda Abdush. Birinchisi, men bilaman degan koronani tojni yechib qo'yamiz. Men bilaman, men buni bilaman, men buni oldin ko'rganman, men buni o'rganganman degan narsani yig'ishtiramiz. Bu narsa biz yangi narsalarni o'rganishimizga to'siq bo'ladi. Bruce Lee shunaqa deganmidi, men 1000 ta udarni biladigan odamdan emas, bitta udarni 1000 marta takrorlagan odamdan qo'rqaman. Chunki u bitta deb qo'ysa ham o'sha udar bilan bo'ldi, seni yakson qiladi deb shunaqa deganlar. Bu ham o'shanga o'xshaydi. Bruce Leedan iqtibos bo'ldi. Bu ham o'shanga o'xshaydi. Bu narsalar ham bilsangiz ham bilmayman deb ko'ring-da. U sizga takrorlash bo'lishi mumkin kamida. Yoki siz bilmagan jihati bo'lishi mumkin. Siz bilmagan qanaqadir ham case bo'lishi mumkin. Namunalarni u qarshingizdagi odam sizga aytib qo'yishi mumkin. Shunaqa. Bu birinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya uyalmaslik. Mana shu uyatchanlik bizga xalal beradi, yangi narsalarni o'rganishimizga. Shuning uchun ham bizda balki maqol chiqqandir. Bilmaganini so'rab bilgan olim orlanib so'ramagan, bu o'ziga zolim. Ya'ni u o'ziga o'zi zulm qilib qo'yapti, yangi narsalarni o'rganmasdan, orlanmasdan so'ragan odam. Bilmagan narsasini shartda so'rab, shartda o'rganib olgan, bu odam olim odam bo'ladi. Shunaqa, ko'rdinglarmi? Shuning uchun ham nimadir keldimi, sira so'raymiz. Bundan oldingi videoda bolachalarni misol qilib keltirdik-ku biz. Shunaqa. Bolachada eng zo'r misol-da bunga. Kallasiga nima savol kelsa, shartda so'raydi. Xafa bo'lib qolasizmi, boshqa narsa bo'ladimi, men bilmayman deysizmi siz? Bu narsalar qiziq emas. Tez so'raydi, tez o'rganib oladi. Bu ikkinchi tavsiya bo'ldi. Uyalmaslik, nimadir tushunmas savol berishlik. Uchinchi tavsiya nimaga? Nimaga bu bunaqa ishlaydi? Nimaga men MacBook, masalan, kompyuterimni bundoq yopib qo'yaman-da, ikkita qo'l bilan emas, mana men pastini yopib, tepasini bundoq ochmayman-da, mana bitta qo'l bilan bundoq qilib oson ochaman. Nimaga? Nimaga bizni miyamizdagi bloklarni yechib qo'yishimiz kerak bo'ladi? Nimaga biz boshimizdagi tojni yechib qo'yishimiz kerak? Nimaga men bilgan narsamni bilmadim, men buni bilmayman deyishim kerak bo'ladi. Men bilsam ham. Mana shu nimaga savolini berish kerak bo'ladi. Shunda biz ilmni mohiyatini anglab yetamiz. Shunda biz boyagi ilmni mohiyatini anglab oldik-ku, keyinchalik ishlatayotgan paytimizda bemalol ishlatamiz. Endi men buni isbotlab beraman. Nimaga boshdan tojni yechib qo'yishimiz kerak Otabek deb savol berdi, siz to'g'rimi? Endi men sizga aytaman. Chunki Abdurasul aka, agar shu tojni yetib qo'ymasangiz, siz yangi narsalarni o'rgana olmaysiz. Endi men sizga aytaman desam, men buni bilaman deysiz. Yana aytaman desam, men bilaman deysiz. Oxiri men sizga 3-4 marta bilaman desangiz ham, bo'ldi. Abdurasul akamga nimadir aytishim shart emas. Любой narsa aytsam ham oka biladilar. O'shaning uchun aytmayman. Bo'ldi. Deyman, keyin men sizga bilmaydigan narsangiz bo'lsa ham uni ham aytib o'tirmayman-da. Hozir aytsam baribir bilaman deydi. Qo'y qolib aka bilan gaplashmay, demak ketaman. Ko'rdingizmi mana? Mana shu narsa sizga endi ilmning mohiyatini o'rgatdi. Agar nimaga deb so'ramaganingizda-chi, bu narsani mohiyatan anglamasdingiz. Husayn Buxoriy ustozimiz aytadilar, ilm nima desa, ilm bir narsani mohiyatan anglash. Mohiyatini anglash. Uni narsani haqiqatiga tushunib yetish. Sofilar bilan yurayotgan paytingda ehtiyot bo'lgan. Chunki ular ilmni mohiyatini anglagan bo'lishadi. Deb shunaqa deydilar-ku Husayn Buxoriy. Shuda ilm. Nimaga deb so'raymiz. Shunaqa. Bo'lmasam, kelasi safar ishlatayotgan paytingizda ishlata olmaysiz. Ali Otabekka nima bo'lardi? Deya olmaysiz siz ishda. To'g'rimi? Ishlatishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, men osh damlayotgan paytimizda, "Bolalar, bu oshga 100 gram tuz qo'shishimiz kerak ekan" deb aytishim mumkin, to'g'rimi? Keyin siz aytaylik 5 kilo osh damlayapsizda, "Bolalar, bu oshga 100 gram tuz qo'shishimiz kerak bo'ladi" deb qo'yishingiz mumkin. Men bilan bir xil narsani повтор qilyapsiz. Men to'g'ri narsani qilganman. Lekin mohiyatni tushunmaganingiz uchun siz kam tuz qo'shib qo'yasiz. Keyin nima bo'ladi? Ovqat bemaza, betuz bo'ladi. Ko'rdingizmi? Lekin men agar mana bunaqa desamchi, bolalar, oshni kilosiga 10 gramdan tuz qo'shamiz deyman.
Misol uchun, to'g'rimi? Yoki 100 grammdan tuz qo'shamiz. Mana biz hozir 1 kiloli osh damlamaymiz, shuning uchun ham 100 gramm tuz qo'shamiz deb aytishim mumkin. To'g'rimi? Shunda siz, Otabek akam 1 kilo oshga 100 gramm degandilar. Значит, 5 kilo oshga 500 gramm, shunaqa 10 kilo oshga 1 kilo shunaqa tuz qo'shamizmi deb o'sha fikrni siz tushunishni boshlaysiz. Chunki siz ilmni mohiyatan anglagan bo'lasiz. Ya'ni oshga qancha tuz qo'shish ilmini, mohiyatini anglagan bo'lasiz. Ko'rdingizmi? Shunaqa. Agar buni mohiyatan anglamasangiz, har doim har xil bo'ladi. Natija bir xil bo'lmaydi. Shunaqa. Demak, yana bitta takrorlab olamiz. Birinchisi, men bilaman degan narsani yig'ishtiramiz. Ikkinchisi, savol keldimi darrov so'raymiz. Oldimizda bo'lmasa-chi odam. Sraz kirib gruppasiga yozib yuborishimiz mumkin, direktga yozib yuborishimiz mumkin, kommentariyada yozishingiz mumkin. Tushunmagan narsalarni yozib shuni joyga yuborsangiz, keyingi videolarda biz olib chiqamiz yoki Telegram kanalimda maqola qilib olib chiqaman. Shuni Telegram kirib, marketolog Otabek deb qidirsangiz, noq tushgan rasm chiqadi. O'sha yoqqa kirib olasiz, o'sha kanalga. O'sha yerda yozib qoldirishimiz mumkin buni javobini. Tez. Uchinchisi, nimaga deb so'rash. Shunaqa. Shunda biz ilmni mohiyatini anglab yetamiz. Marketingga kirish. Yaqinda bitta zo'r holat bo'ldi. Bitta qarindoshimizdan to'y bo'layotgan edi. To'yga borgan edim. Siz kimsiz deb shunaqa deyishdi. Mana shu odam qarindoshiman. Desam kulib olishdi-da, men sizni qo'shningiz ekanman deb qo'yishdi. Keyin qo'shnim olib chiqdilar odam. Men kam ko'raman. Men Toshkentda ishlayman chunki shunaqa desam, bo'ldi dedilar. Nima ish qilasiz o'z Toshkentda deb shunaqa dedilar. Marketologman desam, marketolog doktormi deb shunaqa deydilar. Kardiolog ham doktor bo'ladi, o'shanga o'xshab marketolog ham doktor bo'lsa kerak deb shunaqa dedilar. Yo'q, doktor emas. Reklamalar bilan ishlaymiz, sotuvlarni oshiramiz, shunaqa desam, deb shunaqa dedilar. Yoshlari kattaroq odam. Keyin men ularga bundoq qaradimda, qarang, siz sochingizni mana bunaqa qilib oldirar ekansiz, dedim. Mana bundoq qilib ikkala tomonini oldirib, orqalarini ham oldirib, keyin men tepalarini ham ozgina kaltalattirar ekansiz. Shunaqa qilasizmi desam, dedilar. Oldin qanaqa oldirardingiz desam, kaliga dedilar. Kal. Polni qirdirib kaliga oldirardim deb shunaqa dedilar. Zo'r. Endi sizga savol bor. Sochingizni doim qirdirib, kaliga oldirib yurgan paytingizda ko'proq sartaroshga borarmidingiz yoki mana bunaqa prichoskali qilgan paytingizda ko'proq sartaroshga borarmidingiz deb shunaqa savol berdim. Unda o'ylanib qoldilar, hozir ko'proq sartaroshga boraman lekin deb shunaqa deb qoldilar. Nimaga bilasizmi desam, yo'q, nimaga dedilar. Chunki mana shunaqa prichoskalarni marketolog o'ylab topgan. Agar siz kaliga oldirsangiz, aytaylik 1 yilda 2 marta borasiz. 2 marta borgan paytingizda 80 ming, 160 ming tashlab kelishingiz mumkin, to'g'rimi? Sartaroshga. Endi men sizni 1 yilda 10 marta boradigan qilib qo'ysam-chi, 6 marta, 7 marta boradigan qilib qo'ysam-chi. Endi siz 160 ming emas, 400 ming, 500 ming tashlab ketasiz. Xuddi shunaqa meni 100 ta klientim bo'lsa-chi. Ko'rdingizmi? Men klientlarimni ko'paytirdim. Demak, marketologlarning vazifasi har doim reklama emas ekan. Bitta prichoskani o'ylab topdi-da, ahli odamlar o'zi kelyapti. Nimaga prichoska o'ylab topilgan? Chunki prichoska bundan o'ylab topilgan paytda ozgina sochingiz o'ssa, xunuk bo'lib qoladi. Ozgina sochingiz o'sib qolsa, buzilib qoladi. O'sha xunuk bo'lish kerak, yoqimsiz bo'lish kerak. Keyin sartaroshxonaga kelgan paytda chiroyli qilib olib qo'yilib, stil qilinadi-da, bu narsa yoqimli bo'lish kerak bo'ldi. Shunaqa. Tushundingizmi? Mana marketolog nima ish qiladi? Sodda oddiy qilib men sizga tushuntirib ko'rdim. Men yana bitta sal qiyinroq case ko'rsataman sizga. Starbucksda ham xuddi shunaqa holat bo'lganda, Starbucksda savol bo'lgan, qara degan, Starbucks egalari, marketologlik. Men bu odamlar har kuni bittadan kofe yeyapti. Biz har anaqa yilda 20 milliard dollar pul topar ekanmiz. Shu ham cho'ti yetmayapti dedik. 20 milliard ham kam. Shuni bir 60-70 milliardlik olib chiqsak bo'lmaydimi? deb shunaqa savol bo'lgan. Degan paytda marketologlar o'ylab food scientistlarni olib kelishgan. Food scientist buni bitta tushuna olmasligingiz mumkin. Siz Google'ga, ChatGPT yozib ko'rsangiz bo'ladi. O'zbekchaga oziq-ovqat olimlari bo'ladi ular. Oziq-ovqat olimlari. Oziq-ovqatimiz bor, hozir biz yeb ichadigan. Ularning ichida ximiyalar bor. O'sha ximiyalarning ustida bu odamlar ishlaydi, food scientistlar. Coca-Cola'ni ichamiz-ku biz. Ichida shakar o'ta ko'p. Lekin u o'ta shirin emas. Nimaga desa, boyagi achchiqlik bilan shirinlikka balans olingan, to'g'rimi? Ichiga har xil narsalar qo'shiladi. Natriy xlor qo'shiladi, tuzli suv. Qarang, ichida tuzli suv bor, bilarmidingiz? Bu narsalarni kim balansga olgan, kim yoqimli ta'm qilgan? Ana o'shalar oziq-ovqat olimlari bo'ladi. Misol uchun biz frila yeymiz, ketchupli yeymiz, to'g'rimi? Ketchup mayonezli yeymiz yoki konservali yeymiz. Ularni kim bunaqa qilgan? Ya'ni uzoqroq ushlab turish mumkin. O'zi oddiy go'shtni bundoq qaynatsangiz, bunaqa ko'p turmaydi, to'g'rimi? 3 kun, 4 kunlab turish mumkin. Uzoqqa xolodilnikda olib tursangiz. Lekin 2 yil, 3 yil turib bermaydi. Oziq-ovqat olimlari o'sha ustida ishlashadi.
Endi kofedagi Starbucksdagi holat qanaqa bo'lgan desak, qarang aka. Deyishganda marketingda. Mana bitta chashkadagi kofeinning dozasi qancha? Примерно 12 doza aytaylik, ha, zo'r. Bu qanchaga yetyapti bitta kofe ichsa bu odamga? Xonada qancha yuradi? 12 soatga. Avval 12 soat uyqusi kelmaydi bu odam, to'g'rimi? Ha. Endi mana bunaqa qilamiz. Food scientistlarni olib kelamizda, ani okalar bizga shuni 3 ga, 4 ga tushirib berishadi. Kofeinni dozasi tushdi-yu. Kofeinni dozasi tushgandan keyin endi ani kofe ichgan oka bitta bodri bo'ladi, ertalab 3-4 soatdan keyin obedga chiqadi, yana uyqulari kelib qoladi. Yana bitta kofe oladi. Yana ozgina obed qilib kofe ichib bo'lgandan keyin yana 3-4 soat o'tadi, yana uyqulari kelib qoladi, yana kelib yana kofe oladi. Biz ham shunday qilib bog'lab qo'yamiz. Lekin buni oddiy odamning ko'zimdan qilib ko'ra olmaydi. Analitik bo'lsa, bundan titkilab, chota men oldin bitta kofe ichsam bir kunga yetar edi. Hozir 2-3 kunga yetmayapti. Uzr, 2 soat, 3 soatga yetmayapti. Shuna bo'lib qoldi. Tez-tez ichishim kerak bo'lib qoldi. Bir kunda 3-4 chashka ichyapman. Chota nimadir neto bo'lyapti deb bitta deb o'ylab qoladi. Ko'rdinglarmi? Mana shu odamlar food scientistlar bo'ladi. Shunaqa. Men sizga hozir food scientistlarni tushuntirdim. Endi marketingda qanaqa ishlatishni ko'rdingizmi? Bitta sotishyapti kuniga. Endi 3 ta 4 talab sotishyapti. Men kuniga sizga 100 mingdan pul berardim oldin, endi 300 mingdan beraman. Oyligingiz 3 million edi, aytaylik yoki 4 million edi. Endi 12 million qilib qo'ydim oyligingiz. Qanaqasiga? Yoqdimi sizga? Xuddi shunaqa qilib ular sotib oshirishgan. Bugunchalik aniq dalli mancha ko'p bo'lib ketdi bizda. Men sizga hozir uyga vazifa bermoqchiman. Uyga vazifa bizda kinolarni ko'rish. Bu kinolarni shunchaki ko'rmaysiz. Men siz bilan shu paytgacha marketing nima, marketing qanaqa ishlaydi, shu narsalarni gaplashib keldik-ku biz. O'sha marketing ochkisini taqib ko'ring. Nimaga bu bunaqa qilyapti? Nimaga bu bunaqa qilyapti? Nimaga bu bunaqa qilyapti deb o'ziga nimaga deb savol berib ketgan paytingizda instrumentlarni ko'rish boshlaysiz. Bu kinolarning ro'yxatini biz opisaniyada ham qoldiramiz. Birinchisi Steve Jobs. O'zbek tilida ham bor bu kinolar. Ikkinchisi Ford Ferrari'ga qarshi. Uchinchisi The Social Dilemma. Netflix olgan bu kinoni ijtimoiy tarmoqlarni qanaqa ishlashini sizga tushuntirib beradi. To'rtinchisi The Social Network, ijtimoiy tarmoq, Facebook va Mark Zuckerberg haqida olingan. Beshinchisi bu Focus. Focus kinosi sizga odamlarni qanaqa qilib o'zingizga ishontirishingizni tushuntirib beradi. Sotuvda bu narsa juda muhim. Chunki ishonmasa sizga pul bermaydi. Undan keyingisi 6-inchisi Lamborghini afsonasi. Bu bola o'zi otasi dehqon, mana shunaqa fermer bo'ladilar. Keyin traktor ishlab chiqaradilar. Hozir mana Lamborghini mashinani ishlab chiqaryapti. Qanaqa qilib shu yerga kelganini ko'rsatib beradi. Keyingisi переговорщик, muzokaralarni olib boradigan odam ekan. Undan keyingisi meni eng yaxshi ko'radiganim o'zi bu yaqinda chiqdi. F1, Formula 1. 7 marta ko'rdim mana shu kinoni men. Chiqqanidan biri. Tavsiya qilaman buni ham ko'rishni. Bu sizga taslim bo'lmaslik, qat'iyat, komandada siz men kozirman, men kattaman, men protsessga aralashmayman degan bloklarni o'zidan olib tashlashligingiz ko'p narsalarni o'rgatadi sizga. Keyingisi The Founder, McDonald'sni qanaqa qilib kelib chiqqanini sizga tushuntirib beradi. Undan keyingisi Wise Splash. Wise Splash bu pastdagi nomini sekin yozsangiz bo'ladi siz. Bu bola ham bunda ham iroda ko'rsatiladi. Iroda qanaqa muhimligi. Undan keyingisi Moneyball. Bunda ham Brad Pitt ishlaganlar. Qarang, baseball o'sha jamoasining ustida ishlashadi. Qanaqa qilib to'p qilish. Mashkinolar men sizga tavsiya qilaman. Haftasiga bitta, uzoqqa ikkitalab ko'rsangiz bo'ladi. Birdaniga ko'pini ko'rib olishni tavsiya qilmayman. O'zi shunaqa. O'sha kinolarni ko'rib sekin marketing tomonlama analiz qiling. Va bundan keyin sizda shunday holatlar uchrash boshlaydi. Ko'chada ketayotgan paytingizda, "Ey, men bu odam marketing tomondan noto'g'ri qilibdi. Men bu odam noto'g'ri qilibdi. Men bu odam men bilaman deyapti, noto'g'ri qilyapti" deb shunaqa holatlar kelib chiqishi mumkin. Nimaga desa, chunki sizda yangi ko'nikmalar, yangi bilimlar shakllanyapti. Bu xuddi ana ochkiga o'xshaydi. U odamlarda u ochki yo'q-da, o'shaning uchun xatolarni ko'ra olmayapti. Sizga bu ochki bilan taqib qo'yamiz mana, yangi narsalarni sekin ko'rsatib o'rgatib. O'sha ochki paydo bo'ladi, o'sha bilan sekin ko'rish boshlaysiz. Charchamanglar, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Xursandman bu videoda sizlarni ko'rib turganimdan. Agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak, ancha sabrli odam ekansiz. Zo'r bitta sovg'a bor sizga. Videoni mana shu joygacha ko'rganingiz uchun ham mana shu sovg'a sizga bo'lish kerak-da o'zi. Agar siz bu videoni ko'rib zo'r xulosalar olgan bo'lsangiz, o'sha xulosalaringizni mana shu izohda yozib qoldiring. Videoning izohida. Biz bir oy kuzatamiz. Bir oydan keyin biz filtr qilib, bularni Telegram kanalimda e'lon qilamiz. Marketing Otabek Telegram kanalida. O'shanda biz bu odamlarga Socials degan bitta zo'r restoran bor. Bu yoqda yoki Bon kafeda birgalikda biznes hafta qilamiz, ular bilan gaplashamiz, suhbatlar quramiz, nimalar o'rganishyapti, nimalar qilishyapti. Mayli, men dobriyligini tutib ketib 5 kishi bilan shunaqa zavtrik qilamiz. 5 kishi, men bilan 6 kishi bo'lamiz. Hammamiz yig'ilib Bonda yoki
shunaqa biznes after qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamanglar.